Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum barcha meni ko'rib turgan kuzatuvchilar, do'stlar, yaqinlar, hammalarga assalomu alaykum. Yaxshi sizlar degan umiddaman va bugungi taqdimotimizni boshlaymiz. Okey, Rocket loyihasi Rocket deb juda ko'p takrorladik. To'g'risi bu loyiha o'zi aslida g'oyasi amaliy boshlangani 2023-yildan beri bor. Birinchi marta Signals deb turib, ya'ni Numanov Signals deb ochgandim. Signallar muvaffaqiyatli bo'lgan, yaxshi yurgan kissalar bo'lgan, ba'zi bir xatolar tufayli haligacha mana oradan qancha vaqt o'tgan bo'lsa ham qatnashuvchilar orasida daromadga chiqish ehtimolligi foizi pastroq, ya'ni 80% dan past. Bu degani 20 ta 10 ta odam bo'lsa, 8 tasi 7 tasi daromad qiladi, 8 taga emas, 80 dan past. 7 tasi daromad qiladi, 3 tasi zararda chiqadi. Yokida 100 ta bo'ladigan bo'lsa, deylik 50-60 tasi foyda qiladi, qolgan 40 tasi zarar qiladi. Va bu nima uchun? Zarar ham oddiy zarar emas, juda katta zarar, chunki penny stocks risk balandroq. Portfelini 40-50, balki 60%, balki kattaroq foizini yo'qotishiga majbur bo'lishadi. Aynan bizni signallardan. Xo'p, bu yerdagi asosiy kamchiliklar nima? Nimaga bunaqa bo'lyapti degan savollarga biz o'zimizga javob topib, tajribalar asosida yana update qilishga qaror qildik, ya'ni oldingi Rocket loyihamizni yangi darajaga olib chiqdik. Xo'p, boshlaymiz. Bu Rocketda o'zi vazifasi nimadan iborat? Rocketda vazifalardan biri, ya'ni mission of the Rocket, Amerika fond bozoridan shunchaki daromad olib ketish. Ya'ni ko'pchilik forex, kripto va boshqa yo'nalishlarga qiziqadi, ya'ni aktivlar xarid qilish, ya'ni baribir daromad qilish maqsadida. Aynan Rocket, ya'ni bizning loyihamiz asosiy maqsadi aksiyalardan ham kattaroq daromad qilish imkoniyati mavjudligi va $100,000 bo'lgan portfelga ega, ya'ni 100,000 dan pastdagi portfelga ega odamlarga asosan kapitalni oshirib, shu sohadan ham stabilni qanchadir muddat daromad qilib borishlik imkoniyatiga yordam qilish maqsadlarimizdan biri. Va bundan tashqari Rocket asosiy maqsadi esa aynan shunday maqsadlarni bir joyga yig'ib, ularga yetarli bilim ham, yetarli signal ham, yetarli yo'l ham, sistema ham, o'zimiz qilgan xatolarni ham ko'rsatib, ularga biz bosib o'tgan yo'lga ularni ham vaqtini ketkazmaslik. Ya'ni aytaylik, xato yo'lida aytaylik, mana signalda o'ziga 2 yildan ortiq vaqt ketgan bo'lsa, ya'ni 2023-yil birinchi marta signals berilgan, ya'ni pullik variantda o'zi 2021-yildan beri Telegramda signal berilgan deylik. Ba'zi bir xatolarimiz bo'lgan, hozirgacha bo'ladi. Because of we are the human deydi, ya'ni odamlarda, qisqasi biz odamlarimiz, baribir xatolar bo'ladi. Shunday ekan, shu xatolarni yana sizlar ham nechadir yillar takrorlab o'tirmasliginglar uchun ham bu Rocket yordam beradi, chunki bizdagi xatolarni aytishga harakat qilamiz. Bu degani bizda xato umuman tugagan, biz professional va shu darajadamiz degani emas, balki bizda ham kelgusida xatolar bo'ladi va bularga sizlar yordam berasizlar, ya'ni birlashgan holatda bularni ham fix qilamiz, ya'ni to'g'rilaymiz. Okey, Rocket nimalardan iborat? Bu suratda ko'rgansizlar, tashlangan edi. Suratda sizlar ko'rishingiz mumkin, Rocket to'liq birgalikda rivojlanish fokusida. Nimalar bor bunda? Birinchi darslardan boshlaymiz. Ya'ni darslar 2 oy davomida to'liq kurs, ya'ni xudo xohlasa yilga tugashiga 2 oy qoldi. Siz yangi yilgacha to'liq sohani bilsangiz ham, bilmasangiz ham yana ham mukammallashtirib tushuncha olishingiz mumkin. Chunki bizda amaliy o'quvchilarimiz ham bor, bilishadi. Asosan ma'nosiga e'tibor qaratishga harakat qilamiz. Ikkinchisi, uchrashuvlar har seshanba, juma soat 10 da, 10 dan so'ng to'g'rirog'i kelishish kunlari vaziyatga qarab. Ya'ni seshanba, juma asosiy efirlarga biz harakat qilamiz maksimalni. Yokida agar qila olmasak ham sizlarni ogohlantirgan holda kelishib, ya'ni hamma bilan shu kunlarda suhbat qilish ehtimolligi bo'ladi. Va bundan tashqari bizni chet elda boshqa joyda kuzatadiganlar ko'p, ularning vaqtiga to'g'ri kelmasligi mumkin, boshqa bo'lishligi mumkin va shuning uchun ham kelishuvga qarab yana alohida suhbatlar bo'ladi. Sababi vazifalar bor, darslar bor, kamchiliklar bor, hamma yo'qda birgalikda yopishlik uchun suhbatlar uyushtirib turiladi. Signals, ya'ni savdo g'oyalari.
Savdo g'oyalari xuddi berilayotgan oldingilardan farq qiladi. Aniq kirish, chiqish narxlari, stoplar qanday bo'lishi, kompaniya faoliyati, islamikligidagi halolligi va hokazolar qo'shib berilishiga harakat qilamiz, Xudo xohlasa. Sistema, qanday ishlashimiz, nima uchun savdoga kirilish kerak, chiqish kerak, nuqtalari, portfel boshqaruvi uchun, ya'ni nima bo'lsa savdoga kirasan, nima bo'lsa chiqasan, qanday qilib portfelni boshqarasan, $10,000 depozitim bor, $1,000 olasam, $2,000 olasam, qancha risk qilasan, hamma narsani video sistemada qilinadi. Bu oldin qilingan edi. Ko'rib chiqaman, agar yaxshi deb bilsam shuni o'zini beraman, kamchiligi bor desam yangi video qilib beraman. Challengelar, kichik portfellar orqali to'liq riskli challenge. Oxirgi marta bunaqa challenge qachon bo'lgandi? Oxirgi savdo g'oyasi to'g'risi 6 kishi bilan Nuai aksiyasiga bo'lgan edi. Nu AI, ya'ni sizlar o'sha ko'rganinglar, 40 sentdan oriylarda bu narsani ko'rganlar, eshitganlar bor. 40 sentdan to'liq 10,000 ta aksiya olingan edi, $4,500 6 kishi, va hammamiz 12% dan zararda chiqib ketilgan. Tushunishingiz uchun. Yokida $2,000 dan $12,000gacha ko'tarilgan holatlari bo'lgan. Ya'ni bunaqa challengelardan birinchisi emas, aytmoqchiman. Endi bu challenge 5,000 dan 100,000gacha o'zim uchun qo'yishim mumkin. Ko'ramiz, balki 2,000 dan ham boshlarmiz, balki 10,000 dan qilarman. Bu challenge yaxshi tomoni, sizlar xohlasanglar qatnashishinglar mumkin bo'ladi. Ya'ni men shunchaki o'zimni challenge'imni yuborib turadigan bo'lim bo'ladi. Sizlar qaysi aksiyani olayotganim, nima qilayotganim, qanday ushlab turganim, zarar qilsam zararimni ko'rasizlar. O'zim uchun challenge. Ya'ni full to'liq risk bu degani bemalol ancha 90% zararga kirib ketishi ham mumkin. Sizlar shuni kuzatasizlar, bu nima uchun qo'shildi? Prosta sizlarga lutchi qiziqarli bo'lsin deb. Jonli efirlarda ham qilgandim, 10,000 dan 18,000gacha olib chiqish va hokazo. Ya'ni olib chiqilgan edi jonli efirda. Community, suhbat, chat va barcha bir maqsadlilar guruhi, bu eng muhimi. Ya'ni bu eng katta yutuq, jamoaviy ishlashni o'rganamiz. Jamoaviy ishlash biz sohadagi eng kerakli narsalardan biri. Chunki sizda doimo motivatsiya bo'lmaydi. Nima uchun, nima qilasan, investitsiyadan, tradingdan pul topsan, bunaqa kanalga e'tibor berib, bunaqa deyishadi. Asosiy menga interesni bo'lgan narsalardan biri, birinchi o'chirta deyolmayman, lekin bittasi meni qiziqtiradigan narsalardan biri bu jamoa. Ya'ni birgalikda ishlash sistemasi. Chunki emotsiya, motivatsiya degan narsalar hammasi komandadan bo'ladi. O'tkazib yuborish, ya'ni g'oyalarni o'tkazib yuborish, bilimni oshirib borish. Sizga o'xshashlar, bitta maqsadlilar bir joyga jamlansa, bilim nereal tez orttirish imkoniyati mavjud bo'ladi. Demak, shular Rocketga jamlangan. Ya'ni bitta kurs sotib olmaysiz. Siz darsni sotib olishdan tashqari uchrashuv, ya'ni o'sha darsda vazifalari va hokazo kamchiliklari, signal, eng qizig'i dars ham bitta signaldan, misol uchun $1,000 bilan $1,000 olib ketgan odamlar bor. $1,000 bilan 2-3 ming olib ketgan. Ya'ni oxirgi marta mana jonli efirda o'zidan BKE ikkita aksiya berdim, FSE bilan BKE degan kompaniya 200% yurdi. Mayli 150% sotsin deylik. Va FSE olingan edi, 30%, 20% zarar, 20% zararli. Okey, ikkalasidan ham $1,000 dan olindi deylik. Pul kiritildi deylik. Bittasidan $1,500 foyda, bittasidan $200-300 zarar. Shunda ham $1,000 dan balandroq foydada chiqadi. Bittagina jonli efirda o'zi shu YouTube'da ochiq qilingan narsa. Endi bunaqa anaqadan efirni to'liq ko'rib chiqadigan bo'lsangiz, juda katta summa qilib olish imkoniyati mavjud edi. Ya'ni shunaqa signallar, shunaqa g'oyalar tashlab boriladi Rocket uchun. Ya'ni Rocket aynan shunaqa to'liq hamma narsani birlashtirishga update qildik. Balki bunda ham kelgusida kamchiliklar chiqar, baribir yana ham update qilib, qisqasi oxirigacha birga shu sohadan, shu Amerika fond bozoridan daromad qilib borishlik. Uzoq muddatli plan to'g'risi. Xudo xohlasa yaxshi ketadi degan umiddamiz. Keyingisi. Bizning yo'l bosqichlari. Qanaqa yo'l bosqichlarimiz bor? Ya'ni sohada mana birinchi shartnoma qildik deylik. Ya'ni siz Rocketga qo'shilaman dedingiz.
Birinchi kurs platformasini olasiz, ya'ni siz nomeringizga platformaga dastur beriladi, kirish chiqish holati. Ikkinchisi birgalikda signal, ya'ni birinchisida qaytaylik, to'liq kurs platformasi orqali sohani to'liq, ya'ni to'liq darslar hammasi mavjud. Birdaniga ko'rib bormaysiz bu narsani, darslar ketma-ketlikda ochiladi, vazifalar bor, hammasi tekshirib boriladi kuratorlar orqali. Ya'ni hammasi nazoratda bo'ladi. Birgalikda signal va g'oyalar asosida savdo qilib borish, dars ko'rib borish orqali savdo ham qilib ketish imkoniyatingiz mavjud. Ya'ni bemalol real hisob ochib, pul tushirib, savdo ham qilib ketasiz. Nol bo'lgan odamga nisbatan aytyapman, professional ishlab kelayotgan odam ham bemalol o'zini bilimini oshirib, qo'shimcha savdo qilib borsa ham bo'ladi. Savdo hisobotlari, sistema tahlili, ya'ni nima bo'lyapti savdoyingizda, hammani skrinshotlari bo'ladi. Hamma men manaqa zarardaman, men manaqa foydadaman, kimni zarar qilganda nimaga zarar qilding, foyda qilganda nimaga foyda qilding degan ayblarimizni ham birgalikda ochishlikka harakat qilamiz va bu orqali bilim yanada ham oshadi. Community bilan ishlash, ya'ni jamoa bilan qanday ishlanadi? Bizda ko'pchilik shunaqada, muammo chiqsa yozadi guruhga. Ya'ni problemasi bo'lsa qanday hal qilinadi deb yozadi. Birovga yordam berish maqsadida guruhga onlayn bo'lmaydi. Community bilan ishlash sistemasida aynan men Rocket communityga aytgan bo'lardim. Maksimalniy aktivlik har qanday ishingizdan tashqari. Buni ham ish sifatida bilib, nima gap, qalay ketyapti, bozordan nima ma'lumot topa olsangiz yozib guruhga. Shunaqa sistemada ishlanishlik kerak. Endi ma'lumot deganda birovda darslari, birovda nima qanaqadir Googledan olingan darslar va hokazo emas, aksiyalar bo'yicha. Nima yangilik chiqardi mana bu aksiya? Mana bu aksiya yurish ehtimolligi bormi? Ya'ni birovdan signallar ko'chirib kelib ma'lumot demayapman yoki birovning kanalidan ma'lumotlar ko'chirib emas, o'zingiz izlangan ma'lumotlaringiz. Va birgalikda natija. Все. Ya'ni bizning yo'l bosqichlarimiz shundan iborat. Menimcha oddiy, qisqa va aniq yo'l. Bizning ustunligimiz, ya'ni Rocketning afzalligi nimada? Qo'shilsangiz nimaga erishasiz? Nima afzalligi bor o'zi? 3 ta afzalligini bera olaymi? Reality, birgalikda va amaliy. Bunga chuqurroq kiradigan bo'lsangiz, hamma narsa bor. Aytaylik reality. Ya'ni haqiqatga asoslangan savdolar. Ya'ni men bunday qilsak bunday bo'ladi degan narsani bermayapman, chunki efirlarda allaqachon hamma narsani ko'rsatib, isbotlaydigan narsa isbotlanib bo'lgan. Ya'ni shunchaki darajani bilmoqchi bo'lsangiz signalni yoki boshqani, efirlarni bir qator qayta ko'ring va do-posle qiling o'zingiz. Men prosta hype ishlab, media bilan ishlab boshqa qilmayapman. Do-posle qilib chiqadigan bo'lsak, juda katta foizlar chiqib ketadi, shunchaki efirlarni o'zida. Yoki Telegramga kirib shunchaki ba'zi ko'rganlarimizni ko'rishingiz mumkin. Va bundan tashqari men o'zimga Telegramda o'zida, ya'ni reallikka asoslangan demoqchiman. Qilingan ishlarni ko'rsangiz, bu reality hisoblanadi. Bunday qilganmiz emas, siz aynan qilinishdan oldingi signal va qilingandan keyingini ko'radigan bo'lsangiz, bu boshqa daraja. Ya'ni bu narsani men bir necha marta efirda isbotladim. Va bundan tashqari dushanba, seshanba, chorshanba, payshanba, juma haftada 5 kun bo'ladigan bo'lsa, Amerika fond bozoridagi eng yuqori o'sgan aksiyalar bizda bo'lganligini ham ketma-ket 5 kun ko'rsatib berildi aynan Telegram kanalda. Bu degani siz haqiqiy savdodagi odamdan narsa olasiz va uning jamoasiga qo'shilasiz. Ikkinchisi, birgalikda. Birgalikda menga eng yoqadigan joyi va eng muhim deb o'ylaydigan joyim shu. Ya'ni sizga sistema berib qo'yib shunaqa ishlanadi, shunaqa ishlanglar yoki mana shu signal demayman-da. O'zim ishlayotganim ham ko'rasizlar. O'zi bemalol Telegramni kuzatsanglar ham ko'rasizlar bu narsani. Shunchaki ma'lumot berib yo'q bo'lib ketmayman-da, haqiqiy birgalikda savdo qilamiz. Ya'ni men doim yoningizdaman, savol yozsangiz atvet qaytaraman. Bu birgalikda ishlash. Ya'ni bu qo'rqmasligingizni bitta yo'li. Bu qanaqa tushunsangiz bo'ladi? Ko'p holatlarda men o'zim chet elda ham ko'rganman, boshqa mentorlik, boshqa narsalarda yo'lni ko'rsatadi, bor o'zing o'sha yoqqa bor deydi. Men esa birga boraman. Telegramda ham boshqada ham ko'rgansizlar. Ya'ni aksiyani olish kerak bo'lsa ham birga olamiz, zarari kirish kerak bo'lsa ham birga kiramiz. Va shu menimcha ancha muhim narsalardan biri. Va so'nggisi amaliy. Ya'ni bu degani biz kitobdagi shunaqa bir foiz risk qil, unaqa qil, bunaqa qil nazariyalarga asoslangan emas, balki qilib kelayotgan sistemamizga asoslangan, bozorda ishlayotgan narsani ko'rsatib, amaliy
birgalikda ishlashga harakat qilamiz. Ya'ni bu roketning asosiy afzalliklari. Shu yerda yakunlanadi. Ya'ni menimcha roket haqida barcha narsaga ega bo'ldinglar tushunchaga. Xo'p, bunga qanday qo'shilamiz va buni to'lovlari qanday bo'lishligi kerak? Bunga men juda ham ko'p o'ylandim. To'g'risi mana 20 kun kutdik, 10 kun kutdik deyishyapti. Men asosiy o'ylantirgan narsasi to'lovi. Chunki shuncha xizmat, shuncha narsa qadrlanishligi kerak. Biron bir narx aytadigan bo'lsam, ko'pchilik qimmat ekan boshqa deydi. Tasavvur qilinglar, shu telefon, o'quvchilarga bunaqa misollar ko'p beraman. Necha pul olgan bo'lardingiz? Aytaylik, iPhone'ligini ko'rgan holatda $300 olasizmi desam, ko'pchilik ha deydi. Nimaga? Chunki bu $300 qimmatroq qiymatga ega ekanligini biladi. Kurslar yoki darslarni ham xuddi shunaqa qiymatga asoslanib olishadi. Ko'pchilik mashhurroq odamlardan olinadigan bo'lsa, qimmatroqqa ham olishadi yoki kimlardir hype'ini ko'radigan bo'lsa, $1-2 ming ham olishadi. Bu qanaqa tushunsangiz bo'ladi. Men shu yerda bepulga o'qitgan o'quvchilarim bo'lganda, aka shunaqa vaziyatini tushuntirgan. Keyin darslar tugatgandan keyin endi hype'ga baribir ishlaydi-ku. Boradi Toshkentga, boshqaga $1,5-2 ming kurs sotib olib o'qishga. Vaholanki biz sistemadan ko'proq narsa olisha olmagan. Bu maqtanish boshqasi emas. Demoqchiman, izlagan imkon topadi shu holatda narx belgilanadi. To'g'risi $1000 balandroq baholayotgan edim bu sistemani. Sababi dars bor, signal bor. Shunchaki $1000 depozit bilan kelgan odam ham pulini chiqarib oladigan taqdirda ham hamma narsa bepulga tushadi. Yokida $5-10 ming yoki undan ko'proq 100 minggacha bo'lgan kapitalga ega odamlar bemalol bu narsani xarid qilish imkoniyati mavjud bo'ladi. Yokida shuncha payt biz bepul signallar berdik, $200-300 bilan ham agar jiddiy ishlagan bo'lsa, bemalol pulini chiqarib olardi aslida, ya'ni $1000 dan qimmatroq qilsa. Lekin men insof bilan dedim va maksimal qiymat berishga harakat qildim va oylik holatida qildim. 3 oy davom etadi va har oyga $275 dan to'g'ri keladi. Ya'ni 3 oy siz bir marta kurs, ya'ni mana shu ham kurs, ham signal, ham hammasi ichida bir marta sotib olasiz, bron qilasiz, $275 to'laysiz va har oy 1-dan 5-gacha siz to'lov amalga oshirishingiz kerak bo'ladi. Yomon tomoni, siz boshida shartnoma qilasiz va o'rtada men keyingi oy to'lamayman ekan deb chiqib ketish imkoniyatingiz mavjud emas. Sababi siz to'liq narsani xarid qilgan bo'lasiz. Indamay yo'q bo'lib qoladigan bo'lsangiz, baribir biz halol aksiyalar bilan ishlashga kirganmiz, halollikni xohlaymiz. Ya'ni menimcha to'lovlar bo'yicha unchalik jiddiy tekshiruv shart emas. Shuning uchun men o'zingizlarga tashlab qo'yaman. 1-oydan 5-oygacha har bittaga aloqaga chiqib to'lov so'ralmaydi ham. Shunchaki aytilgan narsa va hamma o'zini vijdoni bo'ladi. Hamma o'zi to'laydigan bo'lsa to'laydi, to'lamaydigan bo'lsa ham ketaveradi. Biz hech qanaqa qisquga olmaymiz. Ya'ni 1-dan 5-gacha shunaqa har oy $275 dan to'lov bo'ladi 3 oy. Undan keyin nima bo'ladi? Undan keyin buni olganlar har qanaqasiga kelgusi davomidagi roket signal o'zi bo'lib yoki yana xuddi shunaqa loyiha bo'lib davom etadigan bo'lsa, ancha arzonroq variantda sizlarga taqdim etiladi. Ya'ni kelgusida yana davom etib ketish loyihasi ketadigan bo'lsa, ya'ni albatta davom etadi. Sizlarga ancha arzonroq bo'ladi. 30% dir, 50%. Xo'p, chegirma va bonuslar. Qanaqa chegirmalarimiz bor? Xo'p, bitta chegirmamiz sizlarga berilishi kerak bo'lgan qarindoshlar, aka-ukalar, boshqalar, ya'ni bitta oiladan yoki bitta qondan bo'ladigan insonlar bo'ladigan bo'lsa, to'g'risi bir kishi olib hamma foydalanish bu baribir ozgina halollik boshqa tomondan qiyin. Shuning uchun ularga agar bittasi xarid qilsa 50%, 3 kishi bo'lib ketadigan bo'lsa, 3-odamga 70% gacha chegirma bo'ladi. Ya'ni bitta odam o'zingiz olsangiz 100%, ikkinchi sherigingiz olsa, ya'ni ukangizmi, akangizmi, unga 50% chegirma, 3-odam oladigan bo'lsa, unga 70% chegirma bo'ladi. Ya'ni arzonroq bo'ladi bitta joydan to'lanayotganligi uchun. Bitta qon bo'lsa faqatgina. Keyingi chegirma bonuslar, natijalar, ya'ni har oy siz o'zingiz natijangizni o'zingiz harakat qilib, bizni signal o'zimiz g'oyalar bilan natija qiladigan bo'lsangiz, 5% dan 20% gacha natijangiz holatiga qarab, risk darajasiga qarab chegirma beriladi.
Ya'ni siz natijangizni jo'natasiz, shuncha natija qildim deysiz, ham pul topyapsiz, ham bizga chegirma olish imkoniyatingiz mavjud. Va bundan bilib turibsiz, siz natija qilishga majbursiz bunga qo'shilganingizdan keyin. Chunki natija qilgan saringiz buni narxi ham arzonlashadi. O'zi aslida ham daromad tomonidan ham foyda qilayotgan bo'lasiz, pul chiqarib olasiz, ham bizga arzonroq pul to'laysiz. Xo'p, shartnomani qanday olamiz deyotganlar uchun ekranda karta raqamlar. Biznesni oplata qilasiz bron qilishlik uchun. Keyin adminga screenshot yuborasiz, sizga shartnoma beradi va 1-dan 5-gacha har oy, bu degani noyabrda 1-dan 5-gacha shu to'lov, keyingi oyda ham 1-dan 5-gacha shu to'lov, yanvarda ham 1-dan 5-gacha shu to'lov. Hozir to'lab qo'ysangiz ham bo'laveradi, 1-dan 5-gacha qilsangiz ham bo'laveradi. Bu baribir to'lanadigan narsa. Ertaroq qilsangiz bizga yaxshi, agar imkoniyatingiz bo'ladigan bo'lsa. Imkoniyat jihatidan biz ham 1ga 5ga cho'z beryapmiz. Imkoniyati borlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol vijdonan deb to'lov qo'rsanglar ham to'liq hech narsa bo'lmaydi. Ya'ni shartnomani to'liq yopib olasizlar. Choylikda oldindan to'lasanglar ham bo'ladi. Bu ham hech qanaqa o'zgarishsiz boshqa. Qisqasi shu, menimcha hamma narsa aytildi. Yana savollar bo'ladigan bo'lsa, efirda so'rasanglar bo'ladi yoki shu adminga yozsanglar bo'ladi. Opisaniyada bor, Numanos admin. Menimcha boshqa muammo qolmadi. Qolgan muammolarni birgalikda shu roket loyihasida aytib o'tib ketamiz. Birgina muammo, oldin menda o'qiganlar bor, offline. Ularga chegirma 1-oy uchun 50% bor, boshqa chegirma yo'q. Onlayn o'qiganlar ham xuddi shunaqa 1-oy uchun 50% chegirma. Bo'ldi. Qolgan hech kimga chegirma yo'q. Oldin roketda boshqadagilar endi imkoniyat qilgansizlar boshqa bo'lgan. Shunaqa to'lov qilsanglar, ya'ni 1-oyga 50% chegirma bilan qo'shilib olsanglar, qolgan oylarda, ya'ni daromaddan ham boshqadan ham menimcha chiqib ketadi. Aytib o'tganimdek, bir marta, ya'ni 1-oyga shartnoma qildingiz degani, bu 3 oyga ham qildingiz degani. Siz guruhda bormisiz, yo'qmisiz, 3 oyda to'lashingiz kerak bo'ladi. Aktiv savdo qila olasizmi, yo'qmi? Ya'ni bunga 3 oy oldindan to'la demayapman-da, har oy to'laydigan qilib qo'yaman. 1-oyda to'lab, 2-oyda men ishlamayman deb chiqib ketishingiz to'g'ri bo'lmaydi. Chunki to'liq narsani sotib olayotgan bo'lasiz. Ya'ni 3 oy siz bir marta qabul bo'ladi, shu bilan biz qabul qilmaymiz 3 oy. Shu tarafi ham bor. Ya'ni siz bir marta bron qildingiz, bu degani 3 oy har oy siz to'lab borishingiz kerak. Shunchaki bo'lib to'lashga narsa sotib oldim deb hisoblay oling. Ya'ni siz foydalansangiz ham, foydalanmasangiz ham shu 3 oylik baribir qarz sifatida qolib ketadi. Shuni hamma narsani hisobga olgan holatda tayyor bo'lsangiz, siz bilan birga yangi yilgacha, xudo xohlasa, 2 oyda darslar tugatib, professional tarzda daromad qilishga o'tamiz. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Ko'rishamiz. Roketga qo'shilganlar ko'p gaplashamiz hali, qo'shila olmaganlar uchun ham Telegramda xudo xohlasa yangiliklar qilishda davom etamiz. O'zinglar ehtiyot qilinglar. Barcha ko'rganliklar uchun, vaqtinglar uchun rozi bo'linglar. Yana gaplashamiz.